Assalomu alaykum Adem Master Namangan kuzatuvchilari. Bizdan 2 yil oldin Zamira opa bilan Anor opa singillar bittalari 7 Pro, bittalari 8 Pro mashinasini xarid qilishdi. O'zlarining fikrlarini bilamiz. Mana 2 yil bo'libdi mashina yurganiga. Opa necha kilometr bo'ldi sizga? Hozirgi kungacha 56.000 kilometr bo'ldi. 8 Pro olganman. Opam 7 Pro olganlar. Demoqchimanki, faqat benzin quyamiz, minamiz. Hozirgacha bir to'xtalib netgan joyimiz yo'q. Keyin sinashga biz Vohaga borgandik, 3 kunlik sayohatga oilaviy bordik, maza qilib keldik. Bir joyda ana qilgani yo'q, zo'r mashina chiqdi. Juda ham xursandmiz, maza qilib minyapmiz. Endigi oluvchilarga shuni tavsiya qilaman, olsalaring ekonomichni 100 kilometrga 7 deyiladimi, shunaqa rasxod qilinadi. Cherry olinglar. Keyin detallari ham baquvvat. Realni o'sha rasxodi 7 litr hozir sizga rasxod qiladi. Shunday. Opa siz necha kilometr yurdingiz? Men 27 kilometr yurdim. 27. Siz kamroq yurarkansiz. Ha, shunday. Yaxshimi 7 Pro mashinasi ham opa? Rostdan yaxshi. Oluvchilarga bemalol maslahat bera olasizlar. Zo'r, sizlar ham keling avtosalonimizga, xudo xolasa sizlarga ham zo'r qilib chiqazib beramiz. Mana 2 yil bo'libdi, lekin hali ham kafolatda mashinalari hali buzilmadi. Moy almashtirishdan boshqa hech nima bo'lgani yo'q. Shu yerga hozir moy almashtirgani keyin. Faqat moy almashtirgan. Hammani Adem Master Namangan avtosalonga taklif qilaman. Manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor, Promzonani yo'lda. Hammani kutib qolamiz avtosalonga. Ishlaringga omad.